Rasman yakuniy mandat e'lon qilindi. Ammo sizga atiga bir necha ball yetmay o'qishga kira olmadingizmi? Yoki grant asosida qabul qilinmaganligingiz uchun o'z orzuyingizdan voz kechmoqchimisiz? Balki shunchaki o'zingiz xohlamagan yo'nalishga qabul qilingandirsiz. Unda shoshiling. Sizda hali ham Toshkent amaliy fanlar universitetida grant asosida o'qish imkoniyati bor. Buning uchun atiga 1 daqiqalik motivatsion video tayyorlang. Unda o'zingizni tanishtiring, kelajakdagi maqsadingiz va nima uchun aynan shu yo'nalishda ta'lim olishni istashingiz haqida so'zlab bering. Eng munosib ishtirokchilar kontrakt to'lovining 25, 50 va hatto 100% ni qoplaydigan grantlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tanlovda ishtirok etish uchun videoni maxsus Telegram bot orqali yuborish kifoya. Shundan so'ng videolar Telegram kanalga joylanadi va ovoz berish bosqichi o'tkaziladi. Yakuniy grant sohiblarini esa universitet rektorati aniqlaydi. Grantni qo'lga kiritgan ishtirokchilar universitetning onlayn ichki imtihonidan o'tgandan so'ng grant asosida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ushbu grantlar birinchi kurs uchun amal qiladi. Keyingi bosqichlarda esa talabalar universitetning ichki grant va stipendiya dasturlarida ham ishtirok etishlari mumkin.